Cobalt MC'ga qilib bergan ishlarimiz. Bu mashinaga Starline signal disasini qo'yib berdik. Mashina polnis telefondan boshqariladigan bo'lgan. Telefondan dunyoni xohlagan joyidan ochib yopib zavat qilsak bo'ladi. Prilojening tepa qismida mashina sassanasini ko'rsatib turadi. Pastda kartada mashina qad turibdi, qatdan qatga yurganlarni ko'rsatadi. Kartani yonga o'tkazirsak, paydagi sidinani yoqib o'chirsak bo'ladi. Bu mashinaga beshkunchoq dostуп berganmiz. Knopkasini bossak mashina yopiladi, yana bossak ochiladi. Hop, bu mashinaga yana qilib berilgan ishlar. Start stop qilib berganmiz Malibunikini. Tormoz bosib knopkani bossak mashina zavat bo'ladi. Mashina skorostda ketayotgan paytda avariyasini qisqa bossak 3 marta yonib ochadi. Rahmat funksiyasi bo'lib ishlaydi. Avariya kerak bo'lsa bosib ushlab tursak o'zini holatda ishlaydi. Cobaltlarda salonchida bagaj ochadigan knopka yo'q bo'lganini hisobiga center zamok knopkasini bagaj ochadigan qilib berganmiz. Ochish knopkasini 2 sekund bosib tursak bagaj ochiladi. Bu mashinaga zavodskoy kamera qo'yib berganmiz. Zadniy yurgan paytda o'zini kamerasi ishlaydi. Polosalari qayriladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.